o'qituvchisining kompetentligining tuzilishi va mohiyati. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi bu o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini samarali tashkil etish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya berish. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentlik tuzilmasi quyidagilardan iborat. Ularga kasbiy pedagogik kompetentlik, pedagogik va psixologik sohadagi nazariy bilimlar, metodik kompetentlik, fanlar bo'yicha o'quv dasturlarini bilish, fanlar aro bog'liqlikni ta'minlash, o'qitish muddatlarini o'zlashtirish. Kommunikativ kompetentlik, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnata olish, ota-onalar bilan, kasbdoshlar bilan hamkorlikda ishlay olish. Ijtimoiy va axloqiy kompetentlik, kasbiy etika normalariga rioya qilish, o'z faoliyatini adolatlik, halollik, mas'uliyat va bag'rikenglikni namoyon eta olish. Axborot kommunikatsion kompetentlik, kompyuter savodxonligi, dars jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish, internet orqali kerakli pedagogik materiallarni topish va ularni samarali qo'llash. Refleksiv, ya'ni o'zini tahlil qilish kompetentlik, o'z faoliyatini tahlil qila olish, o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirish u ta'lim sifatining asosi hisoblanadi. Har tomonlama yutuq, zamonaviy talabalarga javob bera oladigan pedagog bolalar shaxs sifatida to'liq rivojlantirishga ta'sir ko'rsatadi. E'tiboringiz uchun rahmat.